Men bu yerda hozir bir 20 ming 30 ming protseduraga narsa turibdi. Nima uchun? Потому что kelgan har qanday patsientga men to'g'ri tanlov, to'g'ri yechim berishim kerak. Yechim bera olmasam, meni professionalligim уже hech qayerga bormaydi. Ya'ni men qilgan ish nolga teng. Qizimiz yoshli, 28 yosh, lekin yosh bo'lishlariga qaramasdan kojani turg'iri mana shunaqa bo'shab ketgan. Ya'ni elastozi birinchi, ikkinchi stepeni уже boshlangan. Ya'ni uni qayerdan bilamiz? Mana terilarni ushlasak, koja yig'iladi-da 3-4 gacha qo'yib yuborilmaydi. Ya'ni o'zingiz o'shab qo'ysangiz bo'ladi. Вот, ana shunaqa turg'irini yo'qotgan, elastikchiligini yo'qotgan yuzlarimizga, ya'ni qizlarimizga bular filler xohlashmaydi. Ya'ni yuzimni hajmi katta bo'lib ketmasin, sadoqat opa tabiiyligim yo'qolmasin degan patsientlarimizga menda bitta zo'r yechim bor. Bu mikroiголочный RF. Orada bir marta kollagen olib qo'ysalar, bir marta yo 2 marta kojani, собственно, elastinni va kollagenni tezroq ishlashiga olib keladi va natijaga tezroq chiqadi. Ko'pgina kollegalarimiz aynan mana shu apparatlar bilan ishlashda qiladigan top 3 ta xato. Birinchisi, teriga umuman anamnez yig'masdan turib, terini holatini, ichki organizmni holatini bilmasdan turib, apparatni to'g'ridan-to'g'ri nazarchasiz qilamiz. Ikkinchisi, terini tayyorlamasdan turib, protseduraga to'g'ridan-to'g'ri olamiz. Bu protsedurani bajarishdan avval biz terini kollagenlar bilan to'yintirishimiz kerak bo'ladi, chuqur namlantirishimiz kerak bo'ladi. Uchinchi xatolari, bu meni juda ham bir og'riqli nuqtalarim. Juda ham narxini tushirib yuborgansizlar. Apparat o'zi palon pul turadi, nasatkani o'zi palon pul turadi. Bilasizlar, har bitta patsientga individual yangi nasatka ochamiz, lekin o'sha $20 ishlayman deb turib arzonlashtirib yuborasizlar. Bu muolaja kimlarga kerak? Hozirgi kunda bilasizlar, bariatriya muolajasi, ya'ni oshqozonni kestirgan ayollarimiz, opa-singillarimiz O'zbekiston territoriyasida juda ham ko'p. Agar sizlar hozirgi kunda teringlar osilib ketib va uni xirurglarga, jarrohlarga borishdan qo'rqib o'ylanib o'tirgan bo'lsanglar, to'g'ridan-to'g'ri mikroiголочный RF apparatiga kelinglar va biz sizlarga yuzinglarni, kojniy loskutinglarni сокращать qilib, естественный lifting berib, sizlarni o'sha yuqori darajadagi natijalarga olib chiqishga yordam beramiz.